Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Safer Writing bo'yicha full guide ni ko'rib chiqamiz. Agar sizlarda writing bo'yicha qanaqangi savolinglar bor bo'lsa, bugungi videomizda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Safer Writing nechta turga bo'lingan? Yangi format o'zi qanaqa? Blog post, article, forum post farqi nimada? Formal letter, informal letter ularni farqi nimada? Qanaqa so'zlar ishlatilishi kerak? Qanaqa strukturalar bor? Shablon ishlatiladimi yoki yo'qmi? Baholash qanaqa? Qaysi holatlarda biza maksimal ball olamiz, qaysi holatlarda ballimiz past bo'ladi. Bundan tashqari, tayyor samplelarni ham bugungi videomizda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, safer writingdagi qismlarga qarab o'tamiz. Safer writing asosan ikkita qismdan iborat bo'ladi, ya'ni ikkita part bo'ladi. O'sha ikkala partni biza letterlarga va yozma articlelarga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Letter yozganimizda bu task 1.1 va task 1.2, ya'ni bu yerda informal va formal letter yoziladi. Task 2 bo'lsa bu alohida. Bu yerda biza article yozishimiz kerak, ya'ni maqola yozishimiz kerak bo'ladi. Hammasiga bizaga 1 soat vaqt beriladi. Ya'ni o'sha 1 soatning ichida biza ham formal letter, ham informal letter, ham article yozib tugatgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Endi tasklarga alohida e'tibor berib ko'rib chiqadigan bo'lsak, task 1 va task 2. Task 1 aytganimizdek task 1.1 va 1.2. Task 1.1 da sizlar informal letter, ya'ni norasmiy xat yozishingiz kerak bo'ladi. Norasmiy xat degani biz bilamiz, do'stimizga, oila a'zolarimizga, tanishlarimizga yozilgan oddiygina bitta xat bo'lishi kerak bo'ladi. U yerda bizaga taxminan 50 ta so'z ishlatamiz. 50 ta so'z atrofida bo'lishi kerak. 55 ta yoki 48-49 da bu ham that's also okay. Bu ham okay. Lekin slishkom ko'p, haddan tashqari ko'p bo'lib ketishi kerak emas. Ya'ni bizada berilgan vaqt bor. Vaqtdan umumiy foydalangan holda taxminan 50 ta so'zdan iborat qilib norasmiy xatimizni yozsak bo'ladi. Bunga biza taxminan 10 minut vaqt ketkazsak bo'ladi. Ya'ni o'sha 10 minutda o'zida bemalol yozib tugatib ulgursanglar bo'ladi. Va bu yerdagi xatimizni language'dagi level'i B1 level bo'ladi. Ya'ni B1 level'dagi oddiy so'zlar, frazalar, strukturalar, grammatikadan foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni hammasi easy va oson and understandable language'da bo'lishi kerak bo'ladi. Undan keyin, ya'ni norasmiy xat yozib bo'lganimizdan keyin biza rasmiy xatga o'tishimiz kerak bo'ladi. Rasmiy xatimiz bo'lsa, endi so'zlarimiz soni ko'proq bo'ladi. Ya'ni 120 ta so'zdan 150 ta so'zgacha bo'lgan miqdorda xat yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizada formal letter, ya'ni rasmiy xat. Rasmiy xatda endi biza do'stimizga yoza olmaymiz, chunki bu o'zini aytib turibdiki, rasmiy deb turibdi. Rasmiy xatda bizadan lavozimi katta qanaqadir ish boshqaruvchisiga misol uchun sizlar qanaqadir ishda ishlasanglar, o'zinglarni bossinglarga yoki bo'lmasa menejerga yozishinglar mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam qanaqadir professorlarga, doktorlarga, ya'ni sizni do'stingiz, qarindoshingiz bo'lmagan boshqa insonlarga xat yozsangiz, bu rasmiy xat bo'lib hisoblanadi. Rasmiy xatda 120 tadan 150 tagacha so'z yozganimizni hisobiga biza vaqtimiz ham cho'zilib boradi. Ya'ni endi 10 minut emasda, endi 20 minut vaqt sarflaymiz shu xatni yozishga. Language jihatdan ham endi biza oddiy so'z, oddiy fraza, oddiy strukturalardan emas, balki xatlarimizga murakkab so'zlar, murakkab strukturalar va murakkab grammatikani kiritishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Shuni hisobiga ham bizada endi yozayotgan letterimiz B2 levelda bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'sh, bularni yozib bo'ldik. Formal va informal letterlar bizada bitta mavzu asosida bo'ladi, lekin article yozganimizda, ya'ni maqola yoki forum post, blog post yozganimizda bu yerda uje biza 120 ta, 150 ta emas, 180 tadan 200 tacha so'z atrofida bo'lishi kerak bo'ladi. Va bu yerda bizada 30 daqiqa vaqtni oladi. Ya'ni 30 daqiqa ichida biza hamma narsani maqolamizni yozib bo'lgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Maqolamizni xatlardan farqli o'laroq endi qiyinroq so'zlar, ancha qiyin so'zlar, qiyin struktura, qiyin grammatika, iloji boricha complex language, complex vocabulary ishlatishga va so'z mohiyatimizni, ya'ni so'z bilish qobiliyatimizni, qanaqangi zo'r grammatikalarni bilishimizni shu yerda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, hammasini tezgina summarize qilamiz. 1.1 informal letter do'stimizga yoziladi, 10 minut vaqt ketadi va oson language'da yoziladi. 1.2 formal letter bo'ladi. O'zimizdan kattaroq qanaqadir lavozimdagi insonlarga yoziladi, ya'ni tanishimiz bo'lmagan insonlarga yoziladi. 20 daqiqa vaqt ketadi va qanaqadir qiyin struktura, qiyin grammatika so'zlarni ishlatsak bo'ladi bu yerda. Task 2 maqola yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda 180 tadan 200 tagacha so'z ishlatamiz. Qiyin so'z, qiyin vocabulary, complex language bemalol qo'rqmasdan
ishlatishimiz mumkin bo'ladi va 30 daqiqa vaqtimizni ketkazsak bo'ladi. Hammasi umumiy bo'lib 1 soat vaqtni bizadan oladi. Ana endi sizlar bilan imtihonda tushishi mumkin bo'lgan taxminiy samplni ko'rib chiqamiz. Bu yerda Sports Club haqida yozilgan. Ya'ni sizlarga birinchi bo'lib task beriladi. Ya'ni nima qilishinglar kerak, qanaqa o'zi holat bizada bor. You are a member of sports club and you have received email from the manager. Ya'ni menejer sizlarga email yubordi. Nima deyapti bu emailda? Dear member, I'm writing to inform you that all aerobic classes next week will be cancelled because the instructor is going away on holiday. Ya'ni qadrli bizani sports klubimizni a'zosi bizadagi keyingi haftadagi darslar cancel atmen bo'ladi. Chunki bizani instruktorimiz anaqa chetga ketyapti. Extra classes will be offered upon his return. Ya'ni u qaytib kelguncha sizlarga qo'shimcha boshqa darslar o'tilib turiladi. I apologize for inconvenience caused. Kelib chiqqan noqulaylik uchun uzr so'rayman deb aytadi sizlarga. Unfortunately, we will not be able to offer refunds for these classes. Ya'ni shu atmen bo'lgan, ya'ni qoldirilgan darslar uchun sizga pulingizni qaytarib berish mumkin emas. Ya'ni o'rniga boshqa alternativlar bo'ladi, lekin pulingizni qaytarib ola olmaysiz. The manager of the fitness club va menejer o'zini oxirida ismini menejer o'zini ismini qoldiryapti. Xo'sh, ko'rib turganimizdek, o'sha fitness club sport sentri menejeri bizaga qadrli bizani fitness klubimiz a'zosi deb bizaga xat yozdi. Endi biza uni yozgan xatidan kelib chiqqan holda javob xatini menejerga emas, birinchi bo'lib do'stimizga yozamiz. Ya'ni do'stimizga aytib berishimiz kerak. Bilasanmi, misol uchun do'stingiz Jackda, bilasanmi Jack, mana shunaqa hodisa bo'lib qoldi deb birinchi bo'lib do'stimizga xat yozamiz. Do'stimizga xat yozgandan keyin ana o'sha bizaga xat yuborgan menejerga javob xatini yozamiz. Xo'sh, bu yerda ko'rib turibmiz. Task 1.1, ya'ni do'stimizga o'sha xat yozishimiz gali keldi. Write an email to your friend who is also a member of the sports club, explaining your feelings about the changes and what do you think the club management should do about the situation. You should use informal English and write 40 to 50 words. You have 10 minutes. Ya'ni bizaga fitness klub menejeri xat yozdi, do'stimizga shu narsa haqida yozamiz. Ya'ni bizani sport sentrimiz yopilyapti, to'g'rimi? Endi biz o'zimizni bu holatda qanaqa his qilishimiz mumkin? Jahlingiz chiqadimi? Yoki disappointed bo'lasizmi? Yoki xafa bo'lasizmi? O'zingizni bu holatda qanaqa his qilasiz? Xuddi shu haqida do'stingizga yozishingiz kerak bo'ladi va sizni fikringizcha o'sha sport klub nima qilishi kerak bu holatda? Nima yechim topib berishi mumkin bo'ladi? Boshqa ustoz qo'yib bersinmi? Pulingizni qaytarib bersinmi? Yoki tashqarida qanaqadir boshqa activities uyushtirib bersinmi? Yoki bo'lmasam nima desak bo'ladi? O'sha fitness club yoki o'sha sports club sizga boshqa ustozni qo'yib berishi kerakmi? Nima qilish kerak? Siz shu holatdagi fikringizni do'stingizga yozishingiz kerak bo'ladi. 50 ta so'zdan iborat bo'lib. Do'stingizga xatni yozib bo'lganingizdan keyin xuddi shuni javob xati qilib sport sentri, ya'ni menejeri o'ziga yozishingiz kerak bo'ladi. Task 1.2 da shu haqda yozilgan. Now respond to the manager by writing formal email. You should include your feelings about the situation and what do you think the club should do about the situation. Endi norasmiy emas, rasmiy holatda, rasmiy language ishlatgan holda menejerga xat yozishingiz kerak bo'ladi. Qadrli menejer, shunaqa hodisa bo'pti, bizani yaxshi ko'rgan sport klubimiz yopilyapti ekan, men o'zimni misol uchun xafa his qilyapman, chunki har hafta men u yerda vaqtimni o'tkazaman, lekin qarabsizki, bu sport klub yopilyapti. Buni o'rniga siz bizaga mana shunaqa alternativ qo'yib bersangiz bo'ladi deb, endi formal language ishlatgan holda 120 tadan 150 ta so'zdan iborat, 120 tadan 150 tagacha iborat xatni menejerni o'ziga javob xati qilib yuborasiz. Ko'rib turibsizki, task 1.1 va task 1.2 bir-biriga bog'langan. Ya'ni bitta mavzuga do'stingizga va menejerga xat yozasiz. Lekin task 2 bu yerdan umuman boshqa topikda bo'ladi. Ya'ni 1.1, 1.2 sizlarda fitness club haqida bo'lsa, task 2 qanaqadir boshqa topik. Fast food haqida bo'lishi mumkin, education haqida bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshash environment haqida bo'lishi mumkin. Lekin fitness club haqida bo'lmaydi. Umuman boshqa mavzu bo'yicha yozilgan bo'ladi. Bizani bu yerdagi case'imizda you are participating on online discussion for language learners. The question is it better to study abroad or in your country? degan savol bor. Ya'ni
xatlaringlar letterslarda sport haqida bo'ladigan bo'lsa, sport center haqida bo'ladigan bo'lsa, yozadigan article, ya'ni maqola language haqida bo'lyapti. Ya'ni boshqa topic. Imtihon davomida sizlarda xuddi shunaqa qog'ozlar beriladi. Ya'ni xat uchun alohida task 1.1, 1.2 uchun alohida paper, task 2 ya'ni article uchun alohida paper beriladi. Quyida ko'rib turganinglarda bizada bitta alohida example turibdi. Informal letter to friend B1 level 50 words 10 minutes. Va bu yerda boshqa mavzuda yozilgan. Your school cafeteria will be closed for renovation for 2 months. The administration sent you email to all students about this. Ya'ni kafeteriya biza staloviy deymiz, oshxona, maktabdagi oshxonamiz yopilyapti va maktabimiz administratsiyasi bizga xat yuboryapti. Dear students, we are pleased to inform that our school cafeteria will be closed for renovation from October 10th to December 15th. Ya'ni tuzatish ishlari uchun bizani staloviy yopilyapti 10-dekabrdan 11-sanaga qadar. During this time, food and drinks will be available only from vending machines in the main hall. Bu yopilish paytida ovqatlar va ichimliklar faqatgina vending machine, ya'ni maxsus mashinka bo'ladi-ku, ovqat sotadigan. O'sha yerda bo'ladi. We apologize for any inconvenience caused and appreciate your patience. Uzr so'raymiz hamma noqulayliklar uchun va biz sizlarni sabringlarni appreciate, ya'ni qadrlaymiz deb yozib qo'yilgan. Sizlarga xatda school administration yozyapti. Pastida sizlarda task 1.1 turibdi. Write letter to your classmate, ya'ni do'stinglarga, sinfdoshlarga xat yozyapsizlar. Express your feelings and share your thoughts what the school should do while the cafeteria is closed. Do'stinglarga xat yozinglar. U yerda o'zinglarni feeling, ya'ni hissiyotlarni keltirib o'tinglar va share your thoughts, fikrlarni bildirib o'tiringlar. What the school should do. Maktab nima qilish kerak? Staloviy yopiq paytda. Staloviy yopilayotganidan fikringlar qanaqa? Feelinginglar qanaqa? Xafamisiz, xursandmisiz, jahlinglar chiqyaptimi? Shuni yozasizlar va maktab nima qilib berish kerak? Bu yopilish paytida. Bu yerda ham fikringlarni yozib o'tsanglar, yozib o'tishinglar kerak bo'ladi. Ko'rib turganimiz sample, ya'ni qanaqa boshlashimiz kerak? Xat boshlaganimizda, do'stimizga informal xatni boshlaganimizda yoki hi yoki hello deb boshlaymiz va do'stimizni ismini yozishimiz kerak bo'ladi. Quyida Emma turibdi. Hi Emma. Undan keyin opening and greeting, ya'ni salomlashish. Have you seen the message about cafeteria? I'm a bit disappointed because we will have not hot meals for 2 months. Fikringlar, feelinginglar qanaqa? Ya'ni bu narsadan o'zinglarni qanaqa his qilyapsizlar? Salomlashganinglardan keyin do'stinglar bilan ko'rdingmi san maktab bizga yuborgan xatni ko'rdingmi deb so'rayapti va feelinglarni bo'lishyapsizlar. Men bu narsadan disappointedman, ya'ni xafaman bu narsadan deb aytib o'tyapsizlar. Undan keyin o'zinglarni fikringlarni yozasizlar. Opinion. Still, I'm happy that we're improving it. Hopefully it will look great and offer better food. Shunaqa nima bo'lgan taqdirda ham men xursandman, chunki bizani maktab stolovimiz improving, ya'ni yaxshilanyapti. Let's grab lunch outside together during the break. Davay deyapti, tanaffus paytida tashqaridan lunch olishimiz mumkin deb do'stinglarga yozyapsizlar. Va xatinglarni tugatayotganinglarda, ya'ni informal letter tugatayotganinglarda qisqa frazalar bilan tugatsanglar bo'ladi. Thank you, see you soon, goodbye, take care deb xatinglarni tugatib qo'ysanglar bo'ladi. Xat tugatgandan keyin обязательно o'zinglarni isminglar bilan xatni tugatishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni summarize qilamiz. Xatni boshlaganda hi deymiz, o'zimizni ismimizni yozamiz, feelingimizni aytamiz va bu narsa haqida, ya'ni maktab stolovisi bu narsa haqida nima qilib berish kerak, maktab administratsiyasi nima qilib berish kerak, shu haqida yozamiz, ya'ni o'zimizni fikrimizni yozamiz. Xatni tugatayotganda qisqa qilib see you soon, take care, with love deb bitta tugatish frazasi qilib tugatamiz va eng oxirida o'zimizni ismimiz bilan tugatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Jamoliddin, Dodona, Sarvar deb tugatishimiz mumkin bo'ladi. Writingda endi eng qiziq bo'lgan va eng ko'p so'raladigan joyga yetib keldik. Ya'ni baholash mezonlari qanaqa? Qanaqa qilib writing o'zi bizda baholanadi? Writingdagi task 1.1 informal letter maksimal 5 ball asosida baholanadi. Ya'ni siz idealni juda ham zo'r perfect writing yozgan bo'lsangiz 1.1 da sizlarga 5 ball beriladi.
1.2 formal letterda bizada maksimal 6 ball qo'yiladi. Ya'ni eng zo'r yozilgan letterga 6 ball, yomon bo'lsa, misol uchun 5, 4, 3, 2, 1 ketaveradi. Va task 2 article ham 6 ball asosida baholanadi. Endi bu yerda bizada ko'rib turganimizdek table turibdi. To'g'rimi? Aytaylik, bizada bitta random student bor. O'sha student task 1.1 dan 4 ball oldi. Ya'ni 5 ball maksimal ball, u 4 ball oldi. Task 1.2 maksimal 6 balldan undan ham 4 ball oldi. Task 2 u aytaylik 6 balldan 3 ball oldi. Ya'ni u 4, 4, 3 umumiy 11 ballni qo'lga kiritdi. 11 ball degani bizada 54 tashkil etadi. 54 ball bo'lsa bizada B2 ga teng. Xuddi shu jadvaldan bilib olsak bo'ladi. Ya'ni olgan ballimizni bir-biriga qo'shib, umumiy ballni chiqarsak bo'ladi. Endi biz sizlar bilan task 1.1 ni ko'rib chiqqan bo'lsak, endi ularda baholash sistemasini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni qachon bizaga 0 ball, 1 ball, 2 ball, 3 ball, 4 ball va 5 ball berilishi mumkin. Xo'sh, 0 ballni olishimiz mumkin qachonki biz hech narsani yozmasak, ya'ni qog'oz turibdi, hech qanaqa attempt qilinmagan, ya'ni pustoy, ya'ni hech narsa yozilmagan oddiy varaq turibdi. 1 ball. 1 ball olinadi bizada levelimiz A1 dan past bo'lsa, ya'ni beginner dan past levelga ega bo'lsak. Performance is below A2 deyapti, ya'ni elementary dan past performance qilingan. No meaningful language. Hayodan, nima demak, har qayoqdan yozilgan, u yoqdan bu yoqdan yozilgan oddiy gaplar. Completely off topic. Ya'ni sizlarga school cafeteria haqida mavzu berilyapti, lekin siz shunchaki school haqida gap yozyapsiz. Ya'ni out of topic. Berilgan mavzudan chetda, mutlaqo chetda bo'lgan narsani yozyapsiz. Yoki e'tibor beramiz, guys, memorized script. Yodlab olingan shablon asosida yozilgan letter. O'quvchilar qanaqadir veb-saytlardan yoki Telegram kanallardan tayyor task 1.1 ga eslab qolingan narsani nima desam ekan, o'rganib olishadi. Ya'ni gym haqida 1.1 letterni eslab qolishadi, imtihonga berilyapti, imtihonda ularda cafeteria haqida mavzu tushyapti. Va ular o'zlari o'sha memorized, ya'ni eslab qolgan gym haqidagi template'ni, shablonni, letterni yozib chiqadi. Bu narsa ham ularni bir olishga yordam beradi. Chunki ular mutlaqo boshqa narsa haqida eslab qolingan script asosida letter yozyapti. Task 1.1 dan 2 ball oladi qachonki o'quvchini leveli A2 level, ya'ni примерно elementary level student bo'lsa. Bu yerda response may be partially on topic and show following features. Fully emas, partially, ya'ni qisman on topic, qisman mavzuda bo'ladi. Uses simple grammatical structures to produce writing at the sentence level. Ya'ni o'quvchi writing yozyapti, lekin u yerda grammatical structurelar, ya'ni yozayotgan grammatikasi oddiy, juda ham oddiy so'zlar. Hi dear, what are you doing? What news? I like my school. Cafeteria is closed. You see? Oddiy simple grammatikani ishlatib yozyapti. Errors with simple grammatical structures. Shunda ham oddiy grammatikadan foydalangan taqdirda ham xato qilyapti. O'sha oddiy grammatikani yozganda ham xatolar bor. Shuning uchun ham uni leveli A2 level, shuning uchun ham u 2 ballni qo'lga kiritadi. Punctuation and spelling mistakes are noticeable. Nuqta vergulada juda ham ko'p xato qiladi va spelling mistakes a lot. Harflarni, ya'ni so'zdagi harflar xato yoziladi. Vocabulary is not sufficient to respond the task. Ishlatayotgan so'zlari xato so'zlar, mavzuga tushmaydigan so'zlar va juda ham to'g'ri kelmaydigan so'zlarni ishlatadi. Va oxirgi response may not be organized as a cohesive text. Bu degani yozayotgan letteri tog'dan bog'dan har joydan kelyapti. Bir-biriga bog'langan smoothly linked letter chiqmayapti. Shuning uchun ham uni balli 2 ball. Ko'rib turganimizdek 3 va 4 ball bir-biriga juda ham o'xshash. Ya'ni 3 ball bizada lower B2 level, 4 ball bizada higher B2 level, past pre-intermediate level va past intermediate levelni tashkil qiladi. 3 ball bilan 4 balldagi yagona farq shundaki, 3 ball oladigan o'quvchi partially on topic, berilgan mavzuda qisman yoritib beradi. 4 ball oladigan o'quvchi bo'lsa, mavzuni to'liq yoritadi, ya'ni mavzuda so'ralgan har bitta narsaga javob beradi. 3 ball oladigan o'quvchi feeling haqida yozmasligi mumkin, lekin what management should do, ya'ni management bu haqida nima qilib berish kerak, bu narsaga javob bera oladi. Lekin 4 ball oladigan o'quvchi hammasiga javob beradi. Feeling haqida ham yozadi va management nima qilib berish kerakligi haqida ham yozadi.
3 ball oladigan va 4 ball oladigan o'quvchini yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joylari shundaki, a, ikkala o'quvchida ham formal va informal language mixed bo'ladi. Ya'ni xat yozayotganda ba'zi bir informal xat yozayotganda formal so'zlarni qo'shib ketadi. Bu narsa xato bo'lishiga, ya'ni ballni past bo'lishiga yordam sababchi bo'ladi. 3 va 4 ball oladigan o'quvchi oddiy so'zlarni, oddiy grammatik strukturlarni to'g'ri va aniq yoza oladi. Lekin complex sentences, ya'ni qiyin gap yozayotganda, grammatikaga oid qiyin gap yozayotganda, unda xatolar bo'lishini boshlaydi. Ya'ni misol uchun if conditionalsni ishlatayotganda qanaqadir xato bo'lib qoladi. Chunki u complex grammatical strukturlarni to'liq bilmaydi va shuni hisobida ham uni bali pastroq bo'ladi. Punctuation and spelling mistakes are mostly accurate. Punctuation va spellingda uni xatolari kam bo'ladi. Xato qilsa ham, bu xatosi kam ball olishiga sabab bo'lmaydi. Berilayotgan so'zlari to'g'ri bo'ladi, ya'ni yaxshi va to'g'ri so'zlardan bemalol foydalana oladi. Oddiy linking wordslarni ishlata oladi. But, so, however, because deb xatida, ya'ni yozayotgan letterida ishlata olishi mumkin bo'ladi. Lekin baribir ham ko'rib turganimizdek bitta-ikkita xatolar bo'ladi. Shuni hisobida ham uni bali pastroq bo'ladi. Agar o'quvchida hech qanaqa xato bo'lmasa va yozgan letteri pre-intermediate leveldan baland bo'lsa, yaxshi, zo'r intermediate leveldagi letter yozsa, uni bali 5 ballni tashkil etadi. Quyidagi ko'rib turgan sampleda bizada 5 ballga to'g'ri keladigan letter berilgan. To'ppa-to'g'ri yozilgan hamma narsa bu yerda. Hi Ben, hi deymiz, do'stimiz ismini yozamiz. Обязательно vergul qo'yishimiz kerak, chunki bu narsa bizani punktuatsiyamizda to'g'riligini ko'rsatib o'taradi. Did you hear the club is closing for a month? Ya'ni do'stimizdan hol-ahvol so'raymiz. Eshitdingmi? Bizani klub, ya'ni o'sha sport klubimiz yopilyapti deb aytyapmiz. Feelingimizni ham ko'rsatib o'tyapmiz. I'm really disappointed. Bu ham berilgan. Linking words ishlatilgan. Also deb linking words ishlatilgan. Complex grammar ham bitta bo'lsa ham ishlatilgan. It would be great if they improve the showers and may add more space at the stretching area. Ya'ni bitta bo'lsa ham complex sentence ishlatilgan va xatosiz ishlatilgan. Shuni hisobiga ham o'quvchini bali 5 ball. U sodda va oddiy gaplarni ham ishlata olyapti va kompleks gaplarni ham ishlata olyapti. Oxirida chiroyli qilib xat tugatilgan. Take care va vergul ishlatilgan. Vergul bizani punktuatsiyadan xabarimiz borligini ko'rsatadi va oxirida o'zimizni ismimiz bilan tugatamiz. Nico, ya? Hammasi berilgan kriteriyalar asosida yozilganligi hisobiga ham bu o'quvchi 5 ballni qo'lga kiritgan va bu ko'rib turgan letterimiz intermediate levelda yozilgan letter, ya'ni intermediate o'quvchi bemalol xatosiz bu narsani yoza oladi. Ko'rib turganimizdek hamma narsalar bor, 50 ta so'z bor, informal language bor, do'stimizga yozyapmiz, formal so'zlarni tiqishtirmayapmiz, chunki bu yerda hammasi informal letter va berilgan savollarga, ya'ni berilgan requirementga javob berayotgan letter bo'lib hisoblanadi. Ana endi sizlar bilan informal letterga o'tsak bo'ladi. Informal letterda do'stimizga emas, aynan o'sha bizaga xat yozgan insonga javob xatini yozamiz. Menejer bizaga xat yozdimi, menejerga javob xatini yozamiz. Professor bizaga xat yozdimi, professorga javob xatini yozamiz. School principal bizaga xat yozdimi, school principalga javob xatini yozamiz. 120 tadan 150 tagacha bo'lgan so'z B2 level va 20 daqiqa vaqtimiz ketadi. Ana endi formal letterga o'tishdan oldin kelinglar sizlar bilan formal va informal letterlarni bir-biridan farqini ko'rib chiqamiz. Informal letter yozayotganimizda constructionlardan foydalansak bo'ladi, ya'ni qisqartmalardan. Haven't, isn't, didn't, wouldn't, wanna, gotcha bemalol bu narsalardan foydalansak bo'ladi. Lekin formal, ya'ni rasmiy xat yozayotganimizda so'zlarni alohida long formda yozamiz. Have not, did not, could not, cannot deb. Keyingi farqi phrasal verbs. Phrasal verbsdan biza informal letterda foydalansak bo'ladi, chunki phrasal verbs bizaga tabiiy va informal sound qilishga yordam beradi. Lekin formal yozayotganimizda biza phrasal verblarni ishlatishimiz kerak emas, ya'ni shunchaki fe'llardan foydalanishimiz kerak. Bundan tashqari idioms. Do'stimizga xat yozayotganda bemalol idiomalardan foydalansak bo'ladi. Yesterday I went to the cinema. I was over the moon. Ya, bemalol aytsak bo'ladi. Lekin rasmiy xat yozganda idiomalardan foydalanishimiz kerak emas. Keyingisi linking words. Informal letter yozayotganimizda informal linking wordslardan foydalanamiz. Oddiy va simplelaridan. And, so, also, because,
ya. Lekin biza formal letter yozayotganda ana o'sha linking words'larni formallaridan, ya'ni rasmiylaridan foydalanamiz. Misol uchun, and deyishimiz o'rniga moreover, bundan tashqari deyishimiz uchun in addition, so deyishimiz uchun that's why, therefore ishlatsak bo'ladi. Bundan tashqari, informal letter yozayotganimizda maksimalna so'zlarimizni simple qilishga harakat qilamiz. Ya'ni, do'stimizga xat yozyapmiz, call me, reply me deb oddiy-oddiy so'zlardan, frazalardan foydalanamiz. Lekin formal letter yozayotganimizda iloji boricha polite bo'lishga va so'zlarimizni to'liq va uzun yozishga harakat qilamiz. I look forward to your reply. Ya, sizni javobingizni intiqlik bilan kutib qolaman deb biza menejerlarga yoki school principalga yozsak bo'ladi. If you solve this matter, ya'ni bu muammoga yechim topganinglarda men bag'oyatda xursand bo'lar edim. Ko'rasizlar, formal yozganimizda polite and long structurelardan foydalanishga harakat qilamiz. Bundan tashqari abbreviation, ya'ni abreviaturalardan foydalansak bo'ladi do'stimizga xat yozayotganimizda. TV, ASAP, lekin formal letter yozayotganimizda so'zlarimiz to'liq yoziladi. Television, as soon as possible deb. Va oxirgisi passive and active voice. Informal letter yozayotganimizda biza active voice dan foydalanamiz. I should take some actions. Ya, I should do this one. Ya'ni shunchaki active voice dan foydalanamiz. Passive voice bizaga formal tonni beradi. Ya'ni formal yozayotganimizda, formal gapirayotganimizda biza passive voicelardan foydalanishga harakat qilishimiz kerak. I think management should solve this problem. Ya'ni biza formal letter yozayotganimizda formal passive voice dan foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Chunki aynan passive voice bizada formal language, ya'ni formal tonni keltirib chiqazadi. Misol uchun biz aytishimiz kerak: some actions can be taken by government. Some improvements can be done by management. Ya'ni kim qilishi kerak? Oxirida ko'rsatamiz, passive voice ishlatgan holda. Quyida ko'rib turibmiz, fitness club bo'yicha xat yozilgan. Boya ham shu narsaga e'tibor berildik. Endi biz do'stimizga emas, ya'ni formal letter qilib, ana shu managerga javob xatini yozishimiz kerak bo'ladi. Write letter to the manager. Write about your feelings and what do you think the club management should do about the situation. Ya'ni menejerga feelingimizni aytamiz va menejer bu borada nima qilish kerak, shu haqida ko'rsatib o'tishimiz kerak. Bizada chap tarafda do'stimizga xatni misoli yozilgan, o'ng tarafda esa menejerga javob xati yozilganini ko'rib turibmiz. Menejerga ham feelingimiz haqida yozamiz va menejerga ham nima qilinishi kerak bu borada bu haqida ko'rsatib o'tirgan. Xatimizni boshlaganda guys, formal letter boshlaganimizda dear manager, ya'ni xatda sizlarga manager yozyaptimi, dear manager deb boshlaymiz. Xatda sizlarga school principal yozyapti, dear school principal deb boshlaymiz. Xatda sizlarga professor yozyapti, dear professor deb xat boshlaymiz. Yoki bo'lmasam dear sir or madam deb ham xatinglarni boshlashinglar bo'ladi. Ko'rib turganimizdagi bizadagi formal letter ancha katta, dear manager deb boshlangan va rahmat deb gapimiz boshlanyapti. Thank you for your message regarding temporary closure of the fitness club. Ya, ya'ni rahmat bizaga shu haqida ma'lumot berganingizga deb chiroyli qilib xatimizni boshlayapmiz. Undan keyin biz o'zimizni feelingimizni keltirib o'tishimiz ham mumkin. Ko'rib turibsiz bu narsani. Undan keyingi paragraflarda sizlar berishinglar mumkin bo'lgan suggestions, ya'ni maslahatlarni keltirib o'tirishinglar mumkin. Ikkita suggestion yozsanglar, birinchi suggestionni bitta paragrafga, keyingi suggestionni ikkinchi paragrafga yozishinglar mumkin. Va xatinglarni rahmat deb yana bir bora chiroyli qilib formal tarzda politely tugatishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni yozgan xatinglar uchun rahmat, sizdan javob xatini kutib qolamiz deb. Va bu yerda xatimizni tugatganda sincerely, ya'ni chin dildan deb tugatasizlar. E'tibor berishimiz kerak. Formal xat tugatilganda full name bilan tugatiladi. Ya'ni shunchaki Matthew emasda, Matthew Green, ya, Botir Rustamov to'liq ism familiya bilan xatimiz tugatilishi kerak bo'ladi. Do'stimizga yozganda ismimiz bilan tugatdik. Formal yozganimizda full name bilan xatimizni tugatishimiz kerak bo'ladi. Videoni pauzaga qo'yib, to'liq o'qib chiqsanglar bo'ladi. Xatda qanaqa xat yozilgan, qaysi frazalar ishlatilgan va nimalar qo'llanilganligini. Bu yerda sizlarga qisqa structure berilgan, ya'ni salutation, boshlanish qismi. Dear sir or madam, dear manager, dear professor, dear doctor boshlaysizlar. Undan keyin paragrafni ichida
Xatimiz uchun bergan xatingiz uchun rahmat deb yozasizlar. Thank you for your letter regarding fitness club, regarding library, regarding misol uchun bo'lishi mumkin school, yes, regarding cafeteria, regarding degani tegishli degani. Undan keyin feelinglar so'ralgan bo'lsa, feelinglarni yozasizlar. I feel disappointed, I feel happy, I feel sad deb feelinglar haqida yozasizlar. Undan keyin suggestion maslahatlarni berasizlar. Ikkita maslahat bo'lsa, ikkita paragraf, uchta maslahat bo'lsa, uchta paragraf qilib yozsanglar ham bo'ladi. Va oxirgisida salom xayrlashish. Xayrlashishda sizlar tugatishinglar mumkin. Yours sincerely deb tugatishinglar ham mumkin. Yoki bo'lmasam xohlasanglar best regards deb tugatsanglar ham bo'ladi. Buni tugatganinglardan keyin eng pastida full name bilan o'zinglarni full name'inglarni yozib qoldirishinglar mumkin. Kelinglar endi kriteriyalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qachon bizaga writing, formal writing uchun 0 ball, 1 ball, 2 ball, 3 ball, 4 ball, 5 ball va maksimal 6 ball beriladi. Bu narsani hammasini ko'rilgan mana bu slaydlarda ko'rib turishinglar mumkin. 0 ball beriladi bizada qachonki biza memorized script, ya'ni boya aytganimdek bitta mavzu bo'yicha sizlar yodlab olgansizlar, lekin imtihonda boshqa mavzu tushdi va sizlar yodlab olgan mavzularni yozib chiqasizlar. Bunda ham guys 0 ball beriladi. No meaningful language. Yozgan narsanglar tog'dan bog'dan kelib yotibdi, umuman ma'nosi yo'q. 1 ball qachon beriladi? 1 ball sizlar olishinglar mumkin qachonki sizlarni performansinglar A2 level, taxminan elementary levelda yozilgan bo'lsa. Bu yerda birinchisida aytyapti no evidence of awareness of the register. Formal, informal language, formal, informal so'zlar bir-biriga mixed bo'lib yozilgan. Xatinglarni hi deb boshlayapsizlar, lekin bu noto'g'ri. Hi bu informalda yozilishi kerak. Lekin sizlar formalga shunaqa yozyapsizlar. Formal letterda informal so'zlarni ishlatyapsizlar. Bunda ham ballinglar tushishi ehtimoli juda ham katta. Bundan keyin to'g'rirog'i bundan tashqari simple grammatical structure, oddiy simple grammatikani ishlatyapsizlar, lekin shu simple struktura, simple grammatikani ishlatganinglarni o'zida ham xato bor. Oddiy gaplarni ham xato bilan yozyapsizlar. Bundan tashqari punctuation and spelling juda ham ko'p xato bor punktuatsiyada, nuqta virgullarni ishlatilishida va spellingda. Keyingisi vocabulary is not sufficient. To'g'ri so'z ishlatilmayapti, mavzuga oid so'z ishlatilmayapti, to'g'ri kelmaydigan so'zlar ishlatilyapti. Bunda ham ballinglar 1 ballni tashkil etadi. Response may not be organized. Ya'ni linking words yo'q. Gapinglarda bog'lovchi so'zlar yo'q. Bitta katta paragraf yozilgan, letter yozilgan, lekin uni chiroyli qilib smoothly linked emas, bir-biriga bog'lanmagan. Shuning uchun ham 1 ball. 2 ball qachon yoziladi? 2 ball yozilganda xuddi shunaqa aytganimdek formal, informal words, sentences are joined. Informalda polniy informal so'zlardan, frazalardan ishlatishinglar kerak, lekin sizlar orada informal so'zlarni ham qo'shib ketyapsizlar. Bu ham ballinglarga ta'sir qiladi. Good control of simple grammatical structures. Oddiy gaplarni zo'r, yaxshi yozyapsizlar, lekin qiyin grammatikalarni ishlatayotganinglarda xatolarga yo'l qo'yyapsizlar. Shuning uchun ham ballinglar 2 ball. Punctuation and spelling are mostly accurate. Mostly accurate degani ko'p hollarda to'g'ri. Bu degani полностью to'g'ri emas. Mostly accurate. Ko'p hollarda to'g'ri, lekin ba'zi bir xatolarga yo'l qo'yishlar mumkin. Vocabulary is sufficient to respond to task. 2 oladigan o'quvchi yaxshi vocabularyni ishlata oladi. Uses simple cohesive devices to organize response as a liner. Ya'ni 2 oladigan o'quvchi oddiy bog'lovchi so'zlarni ishlata oladi. Ya'ni gapida хотя бы qanaqadir and, so, also'larni ishlatyapti, however'larni ishlatyapti. Kam ishlatyapti, qiynalib ishlatyapti, xato qilib ishlatyapti, zato ishlatyapti. 3 va 4 ball. Bu yerda lower B2 and higher B2 bir-biriga juda ham o'xshab ketadi. Bitta orasidagi farqi shundan iboratki, 3 oladigan o'quvchi partially on topic berilgan topikda qisman bor, ya'ni feelinglari haqida yozadi va bitta suggestion beradi. Lekin 4 ball oladigan o'quvchi feelingini yozadi va 2 ta 3 ta suggestion beradi. Chunki bu o'quvchi fully on topic, mutlaq berilgan taskdagi so'ralgan narsalarga javob beradi. Qolgan qismlari 3 ballda ham 4 ballda ham bir-biriga o'xshaydi. Ya'ni kelinglar ko'rib chiqamiz. Register may not be consistently appropriate. Ya'ni boya aytganimizdek informal so'zlar formal letterda ishlatiladi. Bu esa xato.
Bundan tashqari, some complex grammar structures are used accurately. Ba'zi bir qancha complex grammatical structures are used. Endi 3 va 4 oladigan o'quvchi complex grammatical structurelarni ishlata oladi. Bir emas, bir nechta complex grammatical structurelarni ishlatadi. To'g'ri, xato bo'ladi, lekin o'quvchi ishlata olyapti. Minor errors in punctuation and spelling. Bitta ikkita grammatik spellingda va punctuationda xato bor. Bitta ikkita nuqta virgulada xato bor va spellingda ham xato qilyapti. Ko'p emas, kam, lekin xato bor. Sufficient range of vocabulary. O'quvchi 3 va 4 olayotgan o'quvchi so'zlarni ishlata oladi. Fitness klubga tegishli letter yozganda, fitness klubga aloqador so'zlarni ishlata oladi. Sinema haqida xat yozsa, sinemaga aloqador so'zlarni ishlata olyapti. Bu degani bu o'quvchida grammar adat so'z boyligi yetarli darajada yaxshi. Limited number of cohesive devices. Limited degani chegaralangan. To'g'ri, linking words ishlatyapti. However, moreover, in addition, yes, furthermore ishlatyapti, lekin limited yetarli darajada emas, kamroq ishlatyapti. Shuning uchun ham uni bali 3 va 4 ballni tashkil etadi. Keyingisi esa 5 ball. 5 ball oladigan o'quvchi uni leveli уже C1. Juda ham yaxshi language ga ega. O'zini xatolarini tushunadigan va yaxshi English language ga ega bo'lgan o'quvchi. Bu o'quvchida formal letter yozgani uchun mutlaq hamma letter formal language da yozilgan formal so'zlar ishlatilgan. Range of complex grammar structures are used. Range of degani ancha. Complex grammarlarni ancha ishlatyapti. Bitta ikkita emas, anchagina complex grammatical structurelar ishlatyapti. To'g'ri, orasida bitta ikkita xato bo'lishi mumkin, lekin o'sha ishlatayotgan grammatikasi ko'plari complex grammar structures. No errors in spelling and punctuation. Shu narsani inobatga olamiz. Agar sizlar C1 olmoqchi bo'lsanglar, sizlarda bitta ham punctuation mistakes and spelling mistakes bo'lishi kerak emas. A range of vocabulary is used to discuss the topic. Range of vocabulary juda ham ko'p va yetarli darajada vocabulary, ya'ni so'z boyligi bor. So'zlar ishlatilyapti. Shuning uchun ham bu o'quvchida 5 ball olish imkoniyati bor. Olyapti. Range of cohesive devices yetarli darajada linking words ishlatilgan. Shuning uchun ham bu o'quvchi 5 ballni qo'lga kirityapti. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham C1, hattoki C1 o'quvchida ham ora-chorada qanaqadir xatolar bo'lib turadi. Agar o'quvchi bitta ham xatoni amalga oshirmasa yoki faqatgina bittagina kichkinagina xatochalar bo'ladigan bo'lsa, lekin qolgan joylari hammasi juda ham zo'r, perfectly yozilgan bo'lsa, bu o'quvchi formal letterdan 6 ballni qo'lga kiritishi mumkin bo'ladi. Quyidagi samplda bizada 3 bahoga yozilgan letterni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Videoni pauzaga qo'ygan holda uni o'qib chiqsangiz, nima uchun 3 ball olganini tushunib yetishingiz mumkin bo'ladi. Bu xat o'zi yomon yozilmagan, yaxshi yozilgan. 3 ham bu yomon ball emas. Ayniqsa ko'p o'quvchilar Writing 1.2 da asosan 3, 3,5, 4 ballni olishadi. Nima uchun bu letter 3 ball olgan? Examiner's commentni ko'radigan bo'lsak, bu yerda yozilgan The response is on topic but question is not fully addressed. Ya'ni to'g'ri, savolga javob yozilgan, lekin to'liq savolga javob yozilmagan. Javobimiz to'liq emas. Register is appropriate, ya'ni bu yerda hammasi, bu letterda hammasi formal language da yozilgan. So'zlari, frazalari hammasi formal language da yozilgan. Ya'ni Dear manager deb yozilyapti. Ishlatilgan so'zlari ham formal vocabulary, tugatilganda ham best regards deb tugatilyapti va full name bilan tugatilyapti. Hammasi formalda yozilgan. Undan tashqari, a range of complex structures are used. Gapimizda e'tibor bersanglar, bitta ikkita complex structure ishlatilgan. If conditionals ishlatilgan. It would be also nice to have more fitness classes in the evenings when most people can come. Yeah? Bundan tashqari men ko'rdim. Even I understand that building needs some repairs and new equipment. I was a bit disappointed to hear that fitness club will be closed for 1 month. Ko'rib turganimizdagi kompleks frazalar, gaplar ishlatilishga harakat qilingan. Error in grammar. Lekin e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu xatimizda ba'zi joylarda grammatik xatolar bor. Shu narsa ham ballni tushirib tashalgan. Word choice do not cause misunderstanding.
Gapimizda so'z noto'g'ri qo'llangan bo'lsa-ham, lekin biza bu narsani yaxshi tushuna olmaymiz, ya'ni tushunishimizga xalaqit bermagan bu narsa. Va some cohesive devices and referencing are used to connect sentences. Bog'lovchi so'zlar xatimizda ishlatilib o'tilgan. Bu narsa gapimiz bir-biriga ulanishiga yordam bergan. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham bu xatni yanayam chiroyli qilish iloji bor edi. Bodylarni yanayam kengroq qilib, boshlanish qismini sal uzunroq qilib, misol uchun thank you for your email regarding deb nimaga tegishliligini boshlab, chiroyliroq qilib, uzunroq qilib xatimizni yozsak bo'lardi. Shuni hisobiga ham ball 3 ball bo'lgan, lekin bu yomon emas. Average student yozadigan letter. Okay, ana endi sizlar bilan task 2 ni ko'rib chiqamiz. Task 2 da biza yozishimiz mumkin article, forum post yoki blog post. Bu narsalarni biza bitta bir xil narsa qilib tushunishimiz mumkin. Uchta uch xil nom bo'lsa ham, lekin asosiy meaning, ya'ni asosiy mavzusi bir xil. Sizlarga bitta mavzu beriladi, shu mavzuda o'zingizlarning fikringizni yozishingiz kerak bo'ldi. Uchta uch xil nom bor. Hozir bu narsalar yo'q, lekin oldin man eslayman, bizada internetda forum postlar, blog postlar bo'lardi. Ya'ni qanaqadir veb-saytlar bo'lardi. Odamlarga savol berilardi va o'sha veb-saytga kirgan odamlar berilgan savolga o'zlarini fikrlarini yoritgan holda yozishardi. Xuddi shu narsani qilib berishimiz kerak bo'ladi. Sizlardan savol so'ralyapti, misol uchun. Fast food yeyish borgan sari avjiga chiqib ketyapti. Fikringiz qanaqa? Shunchaki shu mavzuga fikringizni yoritib bersanglar bo'ldi. Talab qilinadigan narsa shu. Prosta bu yoqda 3 xil nom yozilgan. Blog post, forum post, article. Lekin asosiy maqsad bir xil narsa. Sizlarning fikringizni bilish va shu narsaga reason bera olasizlarmi, yo'qmi? Shuni tekshirish. Example bera olasizlarmi, yo'qmi? Shuni tekshirish. Aytib o'tganimizdek, bu 30 minutni tashkil etadi. 180 tadan 200 tagacha ham so'z yozishingiz kerak bo'ladi va C1 levelda yozishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni iloji boricha complex grammar structures, complex vocabulary va body paragraphs, ya'ni har bitta yozayotgan paragraflar alohida bo'lishi kerak. Introduction, kirish qismi alohida yozilishi kerak, body 1 alohida yozilishi kerak, body 2 alohida yozilishi kerak va conclusion ham alohida separate paragraphda yozilishi kerak. Shu narsalarga follow qila olsanglar, sizlarda juda ham yaxshi blog post, article yoki forum post kelib chiqishi mumkin. Keling endi sizlar bilan bitta misolni ko'rib chiqamiz. Quyida forum postiga yozilgan bitta task 2 misol turibdi. You are participating in online discussion for language learners. The question is it better to live in a big city or small town? Post your response giving reasons and examples. Bo'ldi. Ya'ni xuddi shu savolga sizlar guys javob berishinglar kerak bo'ladi. Reason, qaysi birida yashash yaxshiroq? Big city'dami yoki small town'dami? Misol bering deb sizlardan so'rayapti. Bo'ldi, misol berasizlar. Ortiqcha narsa qilish yoki qanaqadir ortiqcha narsalarni o'ylash, qo'shish kerak emas. Bilsanglar, IELTSda bizada question types bor, to'g'rimi? Discussion essay, opinion essay, advantages, disadvantages bor. Undan tashqari discussion with opinion, without opinion, problem solution. Xullas bizada turlari ko'p va IELTSdan juda ham yaxshi task yozish uchun siz har bittasini bilishingiz kerak. Har bittasiga qanaqa yozishingiz kerakligini bilishingiz kerak. Lekin safarda hammasi juda ham oddiy. Savol turibdi. Is it better to live in a city or small town? Post your response. O'zingizni fikringizni, o'zingizni javobingizni bering. Sabab ayting, qaysi birida yashash yaxshi va example bering. Nima uchun? Qanaqadir misol bormi? Bo'ldi. Ortiqcha narsa, ortiqcha fokus kerak emas. Xo'sh, introductionni biz boshlashimiz mumkin, taxminan 40 ta so'z bilan va introductionni bizda ikkita gap yetarli. Birinchisi, state your opinion. O'zingizni fikringizni berasiz. Small citymi, big townmi? Undan keyin briefly introduce what you discuss. Nima haqida gapirmoqchisiz? This article will discuss. This blog post will discuss. This forum post will discuss. Bo'ldi, ikkita gap yetarli. Undan keyin body 1 yoki o'sha tanlagan joyingizga advantage'ini berishingiz kerak bo'ladi, yoki bo'lmasam unga reason berasiz. Misol uchun siz small town'ni tanladingiz. Nima uchun small town? Reason bering. Body 2 agar siz small town'ga ikkinchi sababini bermoqchi bo'lsangiz, ikkinchi reason'ini berasiz. Nima uchun small town? Ikkinchi sababi nimadan iborat? Xohlasangiz guys, body 2 da siz contrast berishingiz mumkin, ya'ni teskari taraf. Body 1 da small town haqida gapirgan bo'lsangiz, small town yaxshi, buni reason'i, ya'ni sababi u yerda odamlar ochiqko'ngil, ob-havo yaxshi deb gapirgan bo'lsangiz, body 2 da
contrast berishingiz mumkin xohlasangiz. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham big city ham juda ham zo'r. Chunki big cityda bizda qulayliklar yaxshi. Biza xohlagan joyimizga tez yetib bora olishimiz mumkin. Transportation yaxshi rivojlangan. Bitta bodyda bitta narsa, ikkinchi bodyda ikkinchi narsani yozyapsiz. Yoki bo'lmasam ikkala bodyda bitta narsani ko'rsatishingiz mumkin. Misol uchun sizlar small town'ni tanladinglar. Body 1 da small town yaxshi. Buni reason 1 shundan iboratki, u yerda odamlar juda ham ochiqko'ngil, muloyim, bir-birini yaxshi taniydi, любой paytda sizlarga bir-biriga yordam beradi deb aytdinglar body 1 da. Body 2 da yana bitta plus tarafini aytasizlar shuni. Bundan tashqari small town'da ob-havo yaxshi, chunki ular tog'li hududlarda bo'lishi mumkin deb ikkinchi reasonini aytasizlar. It depends on you guys. O'zinglar tanlaysizlar, qaysi birini xohlaysizlar va shunisini tanlasanglar bo'ladi. Bundan tashqari buni of course explain tushuntirib berishinglar kerak bo'ladi va example berishinglar mumkin bo'ladi. Conclusion. Conclusionda ham taxminan 30 ta so'z, 2 ta gap yetarli bo'ladi. Conclusionda restate your opinion, ya'ni o'zinglarning fikringlarni qaytadan aytib o'tasizlar va oxirida summarize main benefits. Hamma narsani umumiylashtirib gapirasizlar. Umumiy aytganda nimalar haqida gapirdinglar? Shuni bitta gap bilan umumiy qilib tugatib qo'ysanglar bo'ladi. Quyidagi sample answerda xuddi shu yuqorida aytgan gaplarimizni essay, blog post yoki article formatida xuddi shu narsa keltirib o'tilgan. Videoni pauzaga bosgan holda o'qib chiqsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, introduction ikkita gapdan yozilgan. I believe it's better to live in a big city. Birinchi gapda I believe deb o'zinglarning fikringlarni, positionni aytdinglar. Qaysi birini xohlaysizlar? Bu yerda yozilgan big city bo'ldi demay, essayni yozayotgan odam, ya'ni siz o'zinglarning opinioninglar bilan boshladinglar. Sizlarning opinionga ko'ra big city yaxshiroq. Ikkinchi gap, this article yoki this blog post, this forum post will discuss. Nima haqida gapiradi? In this post, I will explain why city life provides more opportunities. Ikkita gap yetarli. Body 1, body 2. Body 1 da bizada keltirib o'tilgan big cityni plus taraflari aytilgan education yaxshi deyapti. Bundan tashqari explain qilyapti xuddi shu narsani. Maktabga yaqin universitetlar bor deyapti. Bundan tashqari deb yana bitta plus aytyapti, misol uchun in addition job options, ya'ni ishga kirish yoki ish bilan bog'liq narsalar ko'p deyapti. Ya'ni body 1 da polностью hammasi big cityni plus taraflari haqida, advantagelari haqida keltirib o'tirilgan. Body 2 da however deb small town haqida gapirilgan. Ya'ni endi kontrast ko'rsatilyapti. However, small town also have benefits, also can be attractive. Body 2 da bu student, ya'ni bu essayni yozgan student small townni plus taraflari haqida gapiryapti. Ya'ni small town odatda quieter, ya'ni tinchroq bo'ladi, safer, ya'ni xavfsizroq bo'ladi deb bu narsani yozyapti va keyingi gapda explain qilib beryapti xuddi shu narsani. Many people enjoy slower pace and life in the stronger sense of community deb bu narsa haqida yozyapti. Xuddi yuqorida aytgan gapimizda body 1 da big city haqida gapirilyapti, pluslari aytilyapti. Body 2 da small town haqida gapiryapti. Xohlasanglar sizlarda body 2 ga umuman ideyalar yo'q bo'lsa, small town haqida hech narsa bilmasanglar, body 2 da ham sizlar davom etib big cityni yana pluslarini body 2 da gapirishinglar mumkin. Ikkita plus body 1 da, ikkita plus body 2 da aytsanglar ham bu xato hisoblanmaydi. Va in conclusion deb o'zinglarning fikringlar bilan tugatishinglar mumkin bo'ladi. I strongly prefer living in a big city. Ya'ni men big cityda yashashni ma'qul ko'raman deb aytilib o'tilyapti va hamma yuqorida aytgan narsalarimiz umumiylashtirib article'imizni tugatilyapti. The access to education, jobs and culture overweights the disadvantages, making city life better choice for me. Boya aytgan narsamiz. Blog postam, forum postam, article'am bir xil narsa. Shunchaki nomlari har xil. Xuddi shu struktura asosida biza berilgan tasdiqchimizni yozsak bo'ladi. Ya'ni introduction bilan boshlaymiz, fikrimizni aytamiz. This article will discuss deb nimani discuss qilishinglarni aytasizlar.
body 1 ni yozasizlar, body 2 ni yozasizlar, conclusion ni yozasizlar. Hammasi alohida paragrafda yozilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ana endi eng qiziq joylardan bittasiga keldik. Bu linking words. Yuqorida aytib o'tdik, bizada yozayotgan letterlarimizda linking words, ya'ni bog'lovchi so'zlarni ahamiyati katta. Xuddi shu linking words ahamiyati bizani yozayotgan forum post, blog post va artikllarimizda ham ahamiyatga ega bo'ladi. Quyida sizlarda ishlatishinglar mumkin bo'lgan linking wordslarni jadvali berilgan. Letter davomida xuddi shularni ishlatsanglar bo'ladi. Phrases to start introduction. Aytdik, introductionni biz o'zimizni fikrimiz bilan boshlaymiz deb. O'zinglarni fikringlar bilan boshlayotganda xuddi shu phraseslardan foydalansanglar bo'ladi. Misol uchun, in my opinion, living in a big city is beneficial yoki I strongly believe that living in a big city provides many benefits. Ya'ni introductionda shu frazalardan boshlashinglar bo'ladi. Undan keyin aytdik, body paragraflarda tanlagan topikimizni advantagelari, ya'ni reasonlari, benefitlari haqida gapirsak bo'ladi. Xuddi shu haqida gapirganda presenting your main argumentdan foydalansak bo'ladi. First of all, living in a big city provides first benefit, which is deb misol uchun o'sha plusini aytsak bo'ladi. One clear advantage is that deb yana bitta plus tarafini aytib ketsak bo'ladi. Ya'ni bu frazalardan biza main argumentlarni ishlatayotganda va body paragraflarni yozayotganda foydalansak bo'ladi. Undan tashqari counter argument aytdik. Body 1 dan body 2 ga o'tayotganda contrast, ya'ni teskari tarafni ko'rsatayotganimizda ishlatishimiz kerak bo'lgan frazalar. Aytaylik, sizlarga savol berilgan. Qaysi biri yaxshiroq, reading e-booksmi yoki paper booksmi? Sizlar body 1 ga e-books plus taraflarini yozdinglar. Ko'tarib yurish oson, o'qish oson, любой joyga stop qilsanglar bo'ladi deb yozdinglar. Second paragraphda sizlar yozmoqchisizlar traditional books, paper books haqida yozmoqchisizlar va shu narsaga o'tayotganimizda counter argument bo'ladigan counter argument plus contrast frazalaridan foydalansanglar bo'ladi. On the other hand, paper books have their own advantages deb yozsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasam, however, I would say that paper books have their own advantages, have their own benefits. Nevertheless, paper books provide some benefits as well. Ko'rasizlar, ya'ni second bodyni yozayotganimizda counter argumentda ishlatiladigan frazalarni ishlatsak bo'ladi. Va conclusion uchun berilgan frazalardan bittasini tanlab yozsak va ishlatsak bo'ladi. Quyidagi frazalar, ya'ni linking wordsda sizlar yozayotgan artikelni, maqolani, forum postlarni bir-biriga ulangan holda chiroyli ma'no kasb etadigan bo'lib chiqishiga yordam beradi. Ana endi sizlar bilan writing uchun blog post, forum post va artikl uchun baholash kriteriyalarini ko'rib chiqamiz. Yana yuqorida aytib o'tdik, writing task 2 uchun bizga 6 ball beriladi va qachon o'sha 6 ballni olishimiz mumkin va qachon pastroq ballar berilishini quyida ko'rib chiqishimiz mumkin birgalikda. 0 ball bizga beriladi. Qachonki bizda yuqorida aytib o'tganimizdek, no meaningful language, u yoqdan bu yoqdan kelib o'tgan har xil so'zlar, frazalarni yozish yoki memorized script, yodlab olingan qanaqadir tayyor writing task 2. Bitta mavzuga yodlab olgansizlar, imtihonda sizlarga boshqa mavzu tushdi, yodlab olganinglarni yozdinglar, shuning uchun ham sizlarning ballinglar 0. Qachon o'quvchi 1 ballni qo'lga kiritishi mumkin? 1 ball degani bu 8 level, taxminan elementary leveldagi o'quvchi, bu o'quvchida limited focus on task, ya'ni berilgan mavzuga to'liq fokus qilmaydi. Berilgan ideyalari to'liq clear bo'lmaydi, ya'ni aytganimizdek tog'dan bog'dan har xil narsalarni ishlatadi. Oddiy grammatika ishlatadi, lekin shunda ham xato bilan yozadi. Punctuation va spellingda juda ham ko'p xato qiladi. Ishlatayotgan vocabulary, ya'ni yozayotgan so'zlari mavzuga aloqador bo'lmaydi. Juda ham weak and poor vocabulary bo'ladi va yozayotgan artiklda linking wordslar bo'lmaydi. Shuning uchun ham uni balli 1 ballni tashkil etadi. 2 ball taxminan pre-intermediate leveldagi o'quvchi. Bu o'quvchida mostly relevant, mostly degani asosan shu mavzuga to'liqroq yondashishga harakat qiladi, lekin fully emas, bu mostly good control of simple grammatical structures. Oddiy so'z, oddiy grammatikalarni yaxshi yozadi, lekin qiyin grammatikani ishlatmoqchi bo'lganda, complex grammar ishlatmoqchi bo'lganda xatolarga yuz tutadi. Punctuation and spellingda to'g'ri yozishga harakat qiladi, lekin ba'zi bir xatolarga yuz tutadi. Inappropriate lexical choices,
noto'g'ri so'z qo'llaniladi. Ya'ni mavzuga aloqador bo'lmagan va mavzuda g'alati eshitiladigan g'alati so'zlarni ishlatadi. Ya'ni vocabularysi judayam kuchli bo'lmaydi. Lekin bu o'quvchi oddiy linking words'larni qo'ldan kelgan holda ishlatib ko'rishga harakat qiladi. Shuning uchun uni balli 2 ballni tashkil etadi. 3 ball va 4 ball oladigan o'quvchining farqi, 3 ball oladigan o'quvchi mavzuni to'liq yoritib bera olmaydi. Qanaqadir joyda off topic joylari bo'lib qoladi. Lekin 4 ball oladigan o'quvchi mavzuni to'liq hamma savollarga javob bergan holda to'liq yoritib bera oladi. Xuddi shu narsa ularning orasidagi farq bo'ladi. Qolgan kriteriyalar bo'yicha ulardagi ketma-ketlik, ulardagi ball qo'yish sistemasi bir xil. Ya'ni 3 oladigan va 4 oladigan o'quvchining ikkalasida ham some complex grammar constructions, ya'ni some bir nechta complex grammar structureslar, grammatik frazalar, grammatika ishlatilgan bo'ladi. Xato bo'lsa ham bu mavzuni, ya'ni tushunishimizga xalaqit bermaydi. To'g'ri, qiyin grammatika ishlatyapti, xatosi bo'lishi mumkin, lekin biza bu narsani o'qiyotganda qanaqadir qiyinchilik bizaga nima desam ekan, biza qiyinchilikka uchramaymiz. Bitta ikkita minor sal pal bo'lsa ham punctuationda va spellingda xatolari bor, 3 oladigan va 4 oladigan o'quvchida ham, lekin ko'p emas. Bizaga ma'noni ilg'ab olishimizga bu narsa xalaqit bermaydi. 3 va 4 oladigan o'quvchini grammatikadan tashqari vocabulary, sufficient range of vocabulary, so'z boyligi yaxshi bo'ladi. Zo'r emas, lekin yaxshi mavzuga oid so'zlarni ishlata oladi va ba'zi bir linking words'larni ishlata oladi. To'g'ri va chiroyli ishlata oladi. Ko'p emas, yetarli emas, lekin bir qancha linking words'larni ishlata oladi. O'zini yozayotgan task 2 artikelida. 5 oladigan o'quvchi bu C1 o'quvchi. C1 o'quvchida xatolar juda kam bo'ladi va yozayotgan artikeli mutlaqo on topic bo'ladi. Hammasi clear, understandable, hammasi yaxshi bo'ladi. Range of complex grammar structures. Ya'ni range of degani complex grammar structure some emas, bir nechta emas, yetarli darajada ishlatiladi. Bitta ikkita xato bo'lishi mumkin complex grammar yozayotganda, lekin bu narsa okey, chunki hattoki C1 o'quvchida ham complex grammarda xato bo'lishi mumkin. Chunki bu o'quvchi bitta ikkita emas, ko'p complex grammar ishlatib xat yozyapti. Range of vocabulary is used to discuss the topic. Ya'ni mavzuga oid so'zlar zo'r va yaxshi ishlatilgan, yetarli darajada ishlatilgan, to'g'ri ishlatilgan ana shu so'zlar. Well structured post or article with clear paragraphs. Ya'ni yozayotgan artikeli har bitta paragrafi alohida, introduction alohida, body 1 alohida, body 2 alohida, conclusion alohida. Bir-biriga smoothly, chiroyli qilingan, smoothly connected bo'lgan. Orada qanaqadir bitta ikkita xatolar bo'lsa ham, mostly C1 o'quvchi juda ham yaxshi performance ko'rsatib bera oladi. Lekin agar sizlar task 2 dan 6 ball olmoqchi bo'lsanglar, sizlarda xato почти umuman bo'lishi kerak emas. Ana shundagina C2 leveldagi o'quvchi bo'lsangizgina sizlar 6 ballni qo'lga kirita olishingiz mumkin. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shu edi. Videomiz yetarli darajada uzun bo'ldi. O'ylaymanki, qo'llagan videomiz hamma uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va komment yozishni unutmasligingizni so'rab qolgan bo'lar edik.